Aka, drabilkalar eng arzonini qancha ko'rgansiz? 2 million ko'rganman. 1 million 800 mingga ham ko'rganman. Voy, olib chiqinglar apparatni. Qancha deb o'ylaysiz aka, mana shu apparat? 2 million 1 million 800 ming bordir. Aka, 1 million 400 ming so'm qo'yib beramiz. Bu hazillashmang. 1 million 400 ming so'm, gap. Mana shu drabilkani ya. Mana shu drabilkani 1 million 400 ming so'mdan qo'yib Biror beramiz. narsa chiqarmasa kerak-da, yo aybi bo'lsa kerak. Chiqarib ko'rsatib beraman. Mana shunda chiqarib ko'rsatib berasiz. Bemalol xonadonga chiqaraveradi. O'tni ham, somonni ham, chiqaraveradi aka. Chiqaraveradi. Yo, hazillashmang, gapga javob berish bor, ko'rib turgan akalarimiz. Gap, javob. Nima qilishlari kerak bo'lmasa? Bittadan like bosib, poddeshka qilib tursa bo'ldi. 1 million 400 ming so'm. U hali yo'q narsa, bor narsa 1 million 400 ming so'mdan qilib beriladi. Akalar, menimcha bilmadim-ku, lekin bunaqa drabilkani to'g'risi O'zbekiston bo'yicha hali 1 million 400 mingdan ko'rganim yo'q. Agar sizlar ko'rgan bo'lsalaring, yozib ketinglar. Ko'rmagan bo'lsalaring, videoga like bosib qo'yinglar. Hozir bu drabilkani bo'lmasa sizlarga qiynab, ishlab, chiqarib ko'rsatib beramiz. Aytib qo'y, bizda gap bo'ladi. Gap. Mana shu drabilkani, mana bu bilan bir xil turibdi shekilli hammasi. Aka, gap 1 million 400 ming so'm. Mana bitta solishtirib ham qo'yaylik, nima? Sal bo'yi pastroq ekan. 1 million 400 ming so'm. Ya, 1 million dastavkasi qanaqa bo'ladi? Aloqaga chiqishaverib qilib beramiz aka. Dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beraman. 1 million 400 ming so'm. Mana shu videomizda 1000 ta like bo'lsa aka. Hop. 1000 ta like'ga keyingi videomizda kommentariy orqali eng yaxshi kommentariy yozgan, eng ko'p kommentariy yozgan, like bosganga aka, asha apparatimizni shundan beramiz. Yetkazib ham beramizmi? Yetkazib ham beramiz. O'tgan safar 1 million 800 mingga ham ko'rdik. 2 millionda ham ko'rdik. Hozir mana shu holati 1 million 400 ming to'g'ri keladimi? Nima deysizlar akalar? Yo, bilmadimmi? Baloni ham bor ekanda uni ustiga. Baloni ham bor. Nasatkalar mana aka. Nechta nasatkasi bor? 4 xil nasatka ham qilib beramiz mana. Nima deydi? 4 xil nasatka, baloni ham bor, motori ham bor, pichog'i ham bor. Hamma narsani chiqaradi o'sha narxda. Nima desa bo'ladi? Xalq duo qilib, poddeshka va bir dona like bosib. Ya'ni tayda motorni ham puli batay, to'g'risi. O'shani aytyapman-da, men qanaqa to'g'ri keladi? Kanalingizga bonus bo'ladi bu. Unaqa yangilik bizning kanalda bo'lmagan akalar. O'shaning uchun videoni ko'rishdan albatta bu ustiga like bosmasalaring bo'lmaydi. Sirrazi pastdagi raqamga telefon qilinglar, xudo xolasa. Buni ham qolganini ham videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, xudo xolasa sizlarga to'lig'icha bular haqida ma'lumotini beramiz. Yana nimani ko'rsatamiz hozir? Endi bo'lmasa nima desa bo'ladi? Polvonlarga ko'rsataylik. Men sizga aka komplekt holatda yana bitta hali nima desa bo'ladi? Hali umuman kanalingizga yana bitta yangilik bo'ladi. Bitta komplekt holatda universal kattalarni bitta ko'rsataylikmi aka? Bitta ko'rsataylik. Komplekt chiqib ketish holati aka. Bo'ldi. Laboni nimaga qo'yib qo'ydingiz? Dastavkaga bu komplekt holatda chiqib ketadigan narsa. Mana shu-ya? Ha? Mana shu hozir komplekt holatda chiqib ketyapti aka. Hop, bu yana eng fuliga o'xshab turibdi. Komplekt holatda motorlar aka 4 kilovatli original motorlar aka. Hop. Mana shu holatda komplekt holatda chiqib ketyapti. 4 xil nasatkasi, bitta palatkasi, drabilka 220 oddiy razvedkaga ishlaydi aka. Tushunarli. Endi 4 kilovatni ko'rganman, ko'pchilik 2,5 million, 2 million 800 mingdan chiqargan. O'shanda bu ikkalasi 3 milliondan o'tib ketyaptimi? Chunki palatka ham 300 mingdan oshiqda hozir. Albatta. Aka, mashetiga bitta like bosib qo'yishadi. Mana shu holatda palatkasi bilan universal apparat, palatka, 4 xil nasatkasi bilan kanalingizga 2,5 million so'm qo'yib beramiz. 2,5 million so'm? 2,5 million so'm palatkasi bilan. Mana 300 ming turadi, hazillashmang lekin. Aka, gapga javob berish bor. Gapga javob, dastavkasi ham mendan. Dastavkasi ham sizda? Dastavkasi ham mendan. Ya, bo'ladigan gapni gapiring. Dastavkasi ham mendan. Gap yo'q. Bitta like bosib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Dastavkasi ham mendan bo'ladi. Dastavkasi bilan 2,5 million. Mana shu holatda qabul qilishadi. Oldindan to'lovimiz yo'q. 2,5 million so'mga xonadoniga olib ishlatib yurgizib yetkazib beramiz. Zo'r gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir bo'lmasa, akalar, sizlarga cho'zmaymiz. Ana shu holatda dastavkasi yetib boradi va menga eng birinchi ko'rsatadigan narsangiz buni ko'rsatasiz. Undan oldin motori bilan pichog'ini bizga tanishtirib o'tib keting. Bo'ldi aka. Bo'lmasa bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Qanaqa motor bular? Xo'p, aka, o'sha
4 kilovatli deyildi. Mana 4 kilovatli alyumin motka. alyumin atmodga o'zida zashnigi bor. O'zida zashnigi bor. Tokni ko'rsatadi aka bemalol. Xo'p. Pichoqlari mana germasi shu kuydirilgan pichoq mana. Nechta pichog'i? Bu jami 20 talik bo'ladi. 10 ta malatoy. Biz malatoynicha ko'proq qo'yapmiz. Don mahsulotlarida yaxshilab maydalab urib bergan. Qiynalmaydi. Qiynalmaydi. Shu hozirgi aytayotgan apparatimiz aka 150 tokgacha bemalol ishlaydi. 150 past tokda ham bemalol ishlaydi. Aka 150 tokga ham o'zim ishlatib kelgan joylar ham bo'ldi aka. Nimaga siz pichoq yengil, og'irdan emas, past tokga ham ishlayveradi. Hali bemalol masalan 4 ta 5 ta moli bor, bemalol eplaydi. 10 tagacha bemalol eplaydi. Bemalol. Bemalol eplaydi. Zo'r, keyingimizchi? Mismi bu? Xo'p, keyingi variantlari aka. Alyuminli variantlari, bular 2 kilogramm og'ir motorlar mana. Yangi. Mana buni. 6,5 kilovatli mana 6,5 kilovatli mana bu yerda kilosi ham yozib qo'yadi 24.8 6,5 kilovatlik. Xo'p, aka mis singari turishni ko'ryapsizmi? Yangi, lekin alyumin. Alyumin. Ha bunga endi bunaqa zavod qo'yib beramiz. Pichoqdan mana 2 qavatli terilgan. Qalinligini ham ko'ring aka. Qalinligini. O'ta qalin aka. Endi bunga mana pichoqni mononga qo'yib qo'ysalar, qiynaladi. Qiynaladi. O'shaning uchun bunga kattaroq motorga o'zini pichoq bo'ladi. Buni nechta pichoq bo'ladi? Buni 24 ta pichog'i bo'ladi. 24 ta. O'sha hammasi molotkovoy ichida birga bo'ladi. O'sha 6,5 kilovatli aka. 6,5 kilovatli. Buni o'zi 2,5 million 2 million 400 ming qo'yapmiz. Siz kanalingizga buni ham 2 million 300 ming so'mdan qo'yib beramiz. 2 million 300 mingdan. 2 million 300 mingdan eng full variant. Mis motor. Endi buni mo narsani aka 21 kilo, 22 kilo, 21 kiloligi ham bor-da. Mo kilogramm og'iridan-da. Xo'p, moni ham masalan 20 mis motor 6,5 lik 22 kiloligi bor. Bu hozir 25 kilo, 26 kilolik mis motor-da bu. Ariola bu. Ha, kilosi og'ir. Buni ham har xili bor-da aka. O bilan boshlanadiganlari bor. Kilosi yengil bo'ladi. Boshqa har bilan boshlanadiganlar kilosi yengil bo'ladi aka. Kilogramm yengil bo'ladi. Bu hozir salkam 25 kiloni tepasida beradi. Zavod mahaviy qo'yib beramiz. Buni 2,5 million so'm qo'yib beramiz. 2,5 million so'm. Misab motkaligi. Misab motkali 2,5 million so'm. Qimmat bo'lardi misab motkaligi. Aka, paytida mana shu 3 million, 2 million 800 ming so'm chiqadi. Shunaqa sotilganda 2,5 million so'mga qo'yib beramiz aka. Zo'r. Motorlarni tushuntirib o'tdik. Setkalarni aytib o'tib ketamiz. Mana aytib o'tilgandek, o'tdiki, qo'yib olibdiki, yorma, donniki, bu un kepak holatda chiqarib beradi. Hozir shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, mana shuni ishlatishni, ya'ni 1 million 400 mingligini tilga ham kelmayapti. 1 million 400 mingga ham anaqa drabilga beradimi? Shunaqa zamonga yetib keldikmi akalar? Xudo xolasa yetib keldik, o'sha biz kutgan kunlar keldi. Hozir buni sizlarga ishlatib, chiqarib, o'zim ham kerak bo'lsa solib, chiqarib ko'rsatib beraman. Aka, bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Bu apparatlarimiz yana bitta qulayligi bor-da bular. Aha. Bitta tortaylik. Birinchi o'rinda baloni. Balon endi. To'g'ri. Bu setkasini juda ko'pchilik aytadi. Ochib turib ichidan sop chiqamizmi deyshadi. Yo'q, buni bemalol mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Ish bitdi. Ha, bemalol yonidan olib, almashtirib. Endi bu texnika akalar, sizlarga bitta narsani aytaman. Endi bu texnika o'zimda bo'lgan narsa. Don so'sangiz ham baribir qiynab, boshqa qilib ishlatadigan bo'lsangiz, bir xilda tiqilib qolish ehtimoli bor. O'shanda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shunday olasiz, setkasini olib turib, bitta yurgizib yuborasiz, bo'ldi. Ichini ochib, tozalab, boshqa qilishga hojat yo'q. Yana bitta narsa, bu narsani xo'p kuruchoyda ochdi ham deylik. Bu yonda gaka bolt singari kuruchoy to'ralar tomonidan zo'r bo'lib moshni ushlamaydi. Menga rezinka mana sannilar qo'yilganda aka mana. Chiqarib olmaydi. Nimadir chiqib ketadi. Don chiqadi. Ha, kuruchoylikda masalan oldidan orqasidan ushlaydi. Bu to'ralar tomonidan ham moshni ushlaydi. Yo'q, bu yaxshi. Kuruchoyligiga qaraganda men to'g'risi bu yaxshi. Keyin masalan aka, buni nimasi bo'ladi? Xavfsizlik tomoni ham yaxshi-da. Masalan, uyda ayollar ishlatishadi. Ayollar masalan ochib turib, masalan, setkasini almashtirayotganda, bu pichog'iga aka qo'li tegib ketishi mumkin. Ash tomonlari. Bu qo'l tegib ketsa aka, shuni qo'lni borib olib tashlaydi osmoni. Monda masalan bexavotir yosh bola ham almashtirib xavfsiz qilingan. Iloji boricha. Ha, xavfsiz qilingan. Zo'r.
Bo'lmasa buni ishlatib ko'rsatib berasizmi? Albatta ishlatib ko'rsatib beraylik. Buni emas, narigi ishlatib ko'rsatib. Birinchi buni ishlatib beramiz. Birinchi o'shani ishlatib berasiz. 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming. Bo'lmasa ko'ramiz hozir. Hozir birinchi o'rinda aytib o'tilganda sizlarga o'sha 1 million 400 minglik drabelkamizni chiqarib Aka 1 million 400 ming so'mlikda chiqarib beramiz. Gap aka. Faqat setkasini olibmasmi? Setkasi bilan chiqarib beramizmi? Molbob setkasida ham bas aka. Qo'ybob setkasi. Qo'ybob setkasida chiqarib beramiz. Qani bitta ko'rsatingchi bo'lmasa. Bismillah. Hop. Mo ishlashini qarang, ovozini qarang buni. Hop. Somon. Ovozi eshitilyaptimi aka? Ovozi eshitilmayapti. Mana qarang. Ishlayaptimi yo'qmi bilib bo'lgani yo'q. Mana somonimiz. Ishlayaptimi? Ishlayapti ekan. Qani bismillah. Qayerga qolib ketganini chiqaraveray. Ketdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qani? E'tibor bergan bo'lsalaring, yuzga chang urgani yo'q. Sababi yaqinroq ko'rsating. Mana ana turibdi. Chang qaytaradigan nima? Vakuum deydimi? Vakuum turibdi. Bemalol ko'rishlari mumkin. Mana endi Qarang aka. 1 million 400 minglik drabelkani chiqarib bergan holati. Mana qo'ybob setkada. Mana. Farqini Mana bu qarang. farqi mana. Chiqmagan holati. Chiqmagan holati mana bu qo'ybob holatda chiqarib bergan holat. Akalar like bosadigan joyda lekin bosmasalaring вообще bo'lmaydi. Aka siz boshida aytdingiz, bu chiqarmaydi, u bo'lmaydi, anaqa dedingiz-ku. Bemalol aka somonni chiqaraveradi. Donni ham chiqarib beraveradi mana shu holatda. Aka kerak bo'lsa donni ham chiqarib beradi. Endi hozir ham don, ham makka qilsak to'g'risi vaqt cho'zilib ketadi. O'shaning uchun bemalol xolasa videosini tashlab beraverasiz. Tashlab beraveradi. Telegramda. Endi aka bo'lmasam, bu katta apparatlarimizga o'taylik. Qani kattalari? Xo'p, mana hozir tayyor qilib qo'ydik bu kattalarni, aka motori kattalarni. Xo'p, Aha. mana bug'doyimiz. Mana bug'doyimizni chiqarib beramiz. Qanaqa aka. holatda? Bu o'sha kepay holatga keladi. Aha. Setkasini almashtiramiz. Xo'p. Xo'p, keyin o'sha somonimizni chiqarib beramiz, mana. Somonimizni chiqarib beramiz. Xo'p, keyin sotali makkamizni chiqarib beramiz, mana. Aha. Sotali makkamizni chiqarib beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda somonimizni qo'ybob, molbob qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Ana endi kattalarimiz. Bularning narxini birinchi o'rinda aytib o'tib ketaylik. Narxlari aka 2 million 300 ming so'm, 2,5 million so'm. 2 million 300 ming, 2,5 million so'm. 2 million 300 ming so'mlik alyuminli o'sha eng full varianti bo'ladi. Aha. Mis varianti o'sha 2,5 million so'm bo'ladi. 2,5 million so'm. Xo'p. Boshladik bo'lmasa qani? Zaslonka qopqog'ini olib qo'yamiz. Hop. Keyin o'sha aytganimizdek betga chang urmaydi. Har bitta apparatimizda havo to'siqchlari bo'ladi. Qani Zo'r. bismillahirrohmanirrohim. Somonni chiqarib beramizmi hozir? Aka, somonni bir yo'li qo'ybob setkasida chiqarib beraylik. Mayin Qani holatda. bitta chiqarib beraylik. Setkasi o'zini o'z joyiga tushyapti. Aytib o'tib ketgandan aytirib o'tib ketilgandek joyiga tushdi. Qo'ybob setkasida o'chirmay turing, yoqib turing. Qo'ybob setkasida poxolni chiqarib beradimi? Cholib baholda ham chiqarib beradi. Bitta solib bering mashq holatiga. Hozir birinchi o'rinda shuni ani somonimizni bitta ko'rsatib olaylik, tayyor qolib Ko'rsatsak bo'ladimi? Qani? Hozir menimcha chang bo'lsa kerak-chi. Ozgina sekund, masalan, bitta havo chiqib olguncha, masalan, to'xtab tursa, Aha. yaxshi bo'ladi. Xo'p. Mana aka, chiqqanini ko'rsating buni. Mana. Mana. Somonni chiqqani. Yorib qo'yibdi. Xo'p, endi Poxol. Sholi poxol. Chunki
Bu Sholipoxolni voqalik akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Juda ham ko'pchilik mendan so'raydi. Xorazmda masalan sholi ko'p yetishtiriladi. Poxolni chiqarib beradim. Sholipoxol. Mana Sholipoxolni hozir sizlarga Yo Sholipoxolda aka, yo mana shu bir yo'l qo'yib olib setkasida chiqaraylik aka. qo'yib olib setkasida chiqarib bering. Qiynaladi deydi ko'pchilik. Bo'ldi, bo'lmasa qo'yib olib setkasida chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Bo'ldi, qani qo'yib olib setkasida. Mana shu qo'yib olib setkasini yana qaytarib solinyapti. Aha. Xo'p. Ket, qani? Mana poxol. Sholipoxol. Bu poxol, Sholipoxolda g'alati nom keldi. Ket. Qani ochingchi. Bering men ushlab turaman. Mana Sholipoxol. Qo'y bob holatida mana Sholipoxolni shu ko'pchilik aytadi, drabilga chiqarib bera olmaydi. Sholipoxolni qo'yib berish deydi, mana holat. Zo'r. Holati zo'r aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Dondimdi-chi endi? Endi aka don mahsulotlarini chiqarib beramiz aka. Bu bug'doy mana. Bug'doyni chiqarib beramiz aka. Setkasini almashtirdingmi yo o'zini holati? Setkasini, xo'p, Makkani sotasi bilan chiqarib berak shu setkada. sotasi bilanmi? Ha. Turgan setkasida yormamikan san? Yo'q, hozir endi solinadi. Setkasi endi solinadi. Birinchi bug'doyni chiqarib olaylik, keyin yorma holatda chiqaramiz aka. Bo'ldi. Setkasini aytib o'tilgandek osongina tushadi. Xo'p. Bismillah. Hozir zaslonga opog'ini yopdim. Mana shu holatda ozgina ishlab tursa, ichidagi mahsulot bemalol chiqib oladi. Ichidagini tozalab oladi. Ichidagini bemalol tozalab oladi. Zo'r. Nechilik setkasi? 2likmi bu? Omadbek? Bu 2lik setkasi aka. Mana. 2lik setkasida chiqarib bergan holati. Mana bug'doy qayda-yu, bu bug'doy qayda. Mana natija. Xo'p, endi yorma holatda. Yorma holatda setkasini qo'yib olamiz. Xo'p, yorma holatga setkasi. Xo'p. Sotali makkamizdan to'kib olamiz. Bismillah. Mana bu aytib o'tib ketay sizlarga. Mana bu Makka sotani dumbili mana haligisi juda ham qattiq bo'ladi. Ko'p drabilkalar qiynaladi. Bu drabilka bo'lsa, mana olov drabilkasi bo'lsa, aralashib qoldi. Tepasida aralashib ketib qoldi. Mana qanaqa holatga olib kelib berdi. Gap yo'q.
zo'r chiqarib berdi. Xo'p, aytilmagan nimamiz qoldi bizga? Xudo xolasa, berilmagan. hop. Hamma yo'qni chiqarib berdik. Borini Agarda chiqarib endi berdik. bizda bori shu. Aha. Masalan, bedapres, boshqa anaqalar aytishadi. Bizda endi borini chiqarib berdik. Xudo xolasa, olib joyimizda ishlatib, yurgizib, o'sha nimaki narsasini bersa, chiqarib ko'rsatib beramiz. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta ichkarini bitta ko'rsatib yuboring. Mana nimaga arzon deb turgan aka opalarimizga, chunki bularda o'zlarida ishlab chiqarish joyda. Hamma narsasini, pichog'ini mana shu yerda yig'iladi. Hamma narsasi shu yerda qo'yilgani uchun narxi o'shaning uchun arzon. Aka, yana bitta narsani aytib o'taylik. Hop. O'sha 1 million 400 ming so'm qo'ydik-a. Aha. Kichkina mini apparatimizni 1 million 400 ming qo'ydik. Mana shu videomizda aka, Hop. mana shu videomizda unaqalik ko'p so'ramaymiz aka. Bu 2000 ta 3000 ta like emas. Mana shu videomizda 1000 ta like bo'lsa aka, Hop. 1000 ta. 1000 ta like'ga keyingi videomizda kommentariy orqali eng yaxshi kommentariy yozgan, eng ko'p kommentariy yozgan, like bosganga aka, asha apparatimizni shundoq beramiz. Yetkazib ham beramizmi? Yetkazib ham beramiz. Gap yo'q. Boringizga shukr. 1000 ta like. 1000 ta like xolos. Ha, keyingi videomizgacha xudo xolasa aniqlaymiz. Gap asha apparatimizdan sizni kanalingizga obunachilarga beramiz. Zo'r. Agarlar like deb bosib qo'yinglar, xudo xolasa like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Bitta drabilga ham mana bonusga bo'lib ketdi. Hamma yo'q bonus bo'lib ketdi, ammo lekin Aka, xalq maza qilsin. gap yo'q. Boringizga shukr. Hammalaringga rahmat. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, sog' salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat usta. Aka, sog' bo'ling, Charchamang. salomat bo'ling.